bugungi jumladagi masala mavzusi taloq masalasi to'g'risida mavzu tanlangan. Bu endi orasidagi eng qiynayotgan odamlar orasida qiynab ko'p tashvishga solayotgan holat. Taloqni ilmini bilmasdan bo'lar bo'lmas gap bilan o'rtadagi shu nikohni buzadigan gapni taloq lafzini aytib yuborib, ba'zi bir holatlarda yo'l yo'q xonasiga kelib qolgan holatlar bor. Qayg'urdiyi odamni shunaqa bir nima desa bo'ladi, ota-onani aybi bolasini boqib zo'raytirganimi, ota-onani aybi shu qizini zo'raytirib birovni uyga olib, tayyor ishiga xizmatchi qilib berib, ikkita bola tug'ib berganimi aybi deb yuborasan. O'g'il bola degan narsa sal farosatli bo'lib, gapirayotgan gapini o'ylanib gapirib, birovni qiziga o'sha taloq lafzini aytayotganda meni qizimga ham mana shu gapni birov aytib qolmasin deb o'ylanish kerak o'zi. Men birovni bolasini bugun shunday qilyapman, ertaga meni bolamni ham birov mana shunaqa qilsa nima qilaman degan o'y fikrda bo'lish kerak. Uni o'ylamay qo'ydik. Mana shu uyqular qochadigan bo'lib qoldi. Masalan, keladi hujraga. Shu taloq masalasini janjali, undoq dedi, bu bundoq dedi qilib ular ketaveradi. Men ular borib uyqusi keladi, kelmaydimi? Men o'ylanib yuraveraman, shuni oilasi nima bo'ldi-ku? Meni oldimga kelib masalasini so'rab, yana borib yashab yuribdimi-ku? Agar yashab yurgan bo'lsa, kasobatsiz kimga uradi-ku? Shunaqangi holatlar. Nikohni buzadigan narsa nima? Bu taloq lafzi. Taloq lafzi eng yomon gap. Eng yomon gap bolalarga eng oson gap bo'lib qoldi hozir. Eng yomon jirkanchli gap bolalarga, uylanib oila qurib bitta ikkita bolali bo'lganlarga oddiy gap bo'lib qoldi. Ey bolalar, yoshlar, uylanganlar, qulog'ingni ochib o'tir, she'rlarga aytilyapti mana shu gap. Kechagina ham yugurib yig'ishdi, surishtirib qilsak, yo'l yo'q xonasiga kelgan. Uchtalab qo'ygan. Uchtalabga yo'l yo'q, ovora bo'lma. Uchtalabni ketidagi topgan bolaga ovoz olmaydi, uchtalabni ketidagi hayotiga ovoz olmaydi. Yana bitta betamizchilik borib qoladi. Uchtalabni qo'ygan. Uchtalabni qo'yib turib surishtirganda, buni qoidasi qanaqa bo'ladi desa, halola qilish kerak desa, bitta qarindoshiga aytamish. Mana halola qilaylik desak deymish. Gaplar bu. Uni qizni ota-onasi eshitib qo'ygan. Danasi mayliga kelib yig'lavordi-da, va domlalar meni qizim shunaqa bir pastkash qizmidiki, bittasi taloq uchtalar qilib yo'q qo'yib bersa-yu, bittasiga qo'yib bersa, uni halola bersa. Bu qanaqa gap? Bu qanaqa insofdanmi deb kulyapti-da. Tilini tiyolmasang, xotin olib turib, xotiningni tilini tiyib, xotin qilib olib yurolmasang, xotin olmay qo'yadi. Bugun xotin davolib turib, bitta ikkitani tug'dirib olib turib, har desa talog'ini aytib, yo'l yo'q xonasiga olib kelib olishdan nima keragi bor? Shu narsa yerni orasida sizlar mayga kelib ketarasizlar. Ana hujraga kirganlar biladi-da buni. O'ta ko'p, bu to'g'risi o'ta ko'p kelyapti. U haligi sal vijdoni qiynalib, uni ham ota-onasi qo'shtirib, baştaqa urush janjal bo'ldi, o'rtada taloq-paloq oralashuvdi deb ota-onasi qo'shtirib olib birov bilmagani yopilib qozon bo'lsa qosin qilib yashayotganlar qancha. Bolalar ko'zini och, qilayotgan ishingni nikoh ketida baraka bor degan.
nikohni ketidagi barakani bo'lishligi halollik bilan bo'ladi. Nikohlaninglar, nikohni ketida baraka bor dedim, o'sha barakani topaman degan o'g'il bola tiliga o'shalarni o'rdadagi talaqini aytmaydi. Nikohini buzmaydi, o'sha nikohni ketidan baraka topaman desa. Baribir to'g'lab olib turib pardoz yo'q uradigan bo'lyapti. Bolalarni gapirayotgan ayniqsa safarda turib olib 5-4 tanga pul topib olgan kishi bo'lib olib turib o'zi kamaydi yillar. Yana xotiniga ononida, pistonida qilib turib talab aytayotganlarni tushib olib turib urushga boshqa gap yo'q bo'ldi hozir. Boshimizda aytib o'tdik-ku, sen ertaga qizing tug'ayotgan bo'lsang, qizingni birovga nikohiga bergan bo'lsang, o'sha kunni sen boshingga solishni o'ylaysanmi degani, unga kallasi ishlayaptimi, ishlamayaptimi, Xudo biladi-da. Bugungilar nima qilardi? Bu talaq lafzi og'izdan chiqsa, arsh lahzaga keladi deb, bu narsani xatri xayoliga ham keltirmas edi. Hozir yerlarga bu enayni deb turishma barobar bo'lib qolgan talab aytishlik. Bu hazillashadigan yo qo'rqitib qo'yadigan gap emas. Ha desa qo'rqitib qo'y. Qo'rqitaman degan odam urib qo'rqitsin bo'pti. So'kib qo'rqitsin. Talaqini berib qo'rqitilmaydi. Talaqini bersa o'zi qo'rqish kerak. Xudodan qo'rqqan erkak bolamni yetim qilmayman degan erkak talaqini aytmaydi. Sunnatga muvofiq talab qilishlik, ajrashishlikka sabab bo'ladigan narsani o'tgangi avvalgi jumalarda ham aytganmiz. Xotini eriga itoat qilmayapti, bo'ysunmayapti. Namozingni o'qi, halol yur, halol tur desa itoat qilmayapti, bo'yin egmayapti ayol. O'shanda bo'ldi sen Xudoning buyurgan buyrug'i, Xudodan aytganini qilmayapsan. Qiyomatda sen uchun men javobgarman. Shuncha ogohlantirdim, qabul qilmading deb turib, ana shu holatda bo'ldi, orang ochiq, yo bo'lsa indagini o'tira ol desa, shunda ham nikoh buzilib tutadi. Yo befarzandlik bo'lgan, bola ko'rolmayapti. Bola ko'rolmayotgan bo'lsa ham qo'lidan kelgancha muolaja cheklasini qiladi. Bo'lmasa o'shunda ham agar befarzandlik sabab bo'lgan bo'lsa, o'shunda ham talaqini aytishlik shart emas. Bo'ldi, iddasini o'tirib qora ochiq desa, bo'ldi, talaq tushib qoladi. Hozirgilar o'zi talaqning ma'nosini bilmaydi, talaq aytayotganiga hayron qolasan. Avlodni, naslni aynishlikka bu narsa katta ta'siri bor. O'rtada taloq tushib, benikoh yashashligi naslini aynishlikka mana shu narsa o'ta katta ta'sir qiladi. Sabab benikoh bo'ladi-da. Haligi ba'zilar bor, xorani desa olomozonni chiqardi. Xorani degan xoram luqma yegan bo'lsa, xoram bo'lishligi mumkin. Valadi zino, benikohdan tug'ilganda valadi zino deydi. Valadi zinolar qachon tug'iladi desa, hali ochga-ochga ko'chada fohishalik qilib, zino qilib yurganu bolasini zo'raytirishlikka qo'ymaydi. Abort-sabort qilib yo'q qilish harakatini qiladi. Suratan eri xotin o'rtada nikoh buzilgan o'zi. Suratan eri xotin bo'lgan u. Nikohi buzilgan, yashab yurolgan ularni ana shunda nima baladi zino ashida dunyoga kelaveradi lekin. Valadi zinoda dunyoga kelishligi jamiyatda aynishligi. Erda qo'ng'ira qo'shatadigan, burnini turib qonatadigan, molini o'g'irlaydigan, shunaqa suratdagi bolalar qachon keladi desa, zinoda tug'ilgan bolalar shunaqa bo'lib kelaveradi. O'sha bolalar bilinmagan holatda nikoh buzilgan, yashab yuravergan. Hozir bilib turib yashayotganlar bor. Nikohi buzilgan o'zi. Oilasi buzilgan, yo'l yo'q xonasiga kelgan, senga nikoh buyurmaydi desa ham, erlar borib, oqlarni topib, nikoh o'qib qo'ysa halol bo'lib qoldi degan gap chiqmaydi. Nikohda halollanishlikka
sabab bo'ladigan holati bo'lsa halol bo'ladi. Bo'lmasa yo'l xonasiga kirgan bo'lsa, u halol bo'lmaydi. Shuning uchun yana qaytarib aytamiz. Men aytaman, haligi ba'zi bir yerlarda masalan bilasam, uylarga yomon ko'rinishlidir mas'ul etgan bo'lsa, meni yomon ko'rsatib aytadi shu gapni. Masalan, domlalar bugun jumada tanax to'g'risida gapirib, uyga borib olib, o'g'il bolalarini alohida olib olib yurib, domla qayta juma o'qiyib kelmadi, bu tanax to'g'risida gapirdi. Senlar o'g'il bolasan, kimningdir xotin olgansan, kimningdir endi xotin olasan. Shu gapirayotgan gapingni o'ylanib gapir. Xotiningni yana xotin qilaman degan umiding bo'layotgan bo'lsa, talaqni xayolingga ham keltirma. O'g'il bolamisan, bitta gapirasanmi? Gapirgan gapingni orqaga qaytmaydigan bo'lsa gapirdanmi? Nega bu narsani xayolingga ham keltirma. Hayron qoladi, unda talaqni aytadi. Yashaydigan, chidaydigan vaqti 1-2 haftada, 1-2 haftadan yana keladi. Bolalar bor edi, falon edi, piston edi, men bilmay aytib qo'yibman, uydi, xuddi ularni domla bo'ldi, senlar nikohlanasan, halol bo'lasan bir-biriga deb halollab bermasa, domla ularga bir zulm qilyapti, domlaga shunaqa nazar bilan qaraydi. Nikoh o'qiyotgan bo'lsa, domla o'qiyotgan nikohiga bu dunyoda emas, qiyomatda Xudoning oldida javob beradi. Agar yo'l xonasiga yo'l topib bergan bo'lsa, ularni zino qilayotganiga domla sherik, nikoh o'qigan sherik bo'ladi shu narsaga. Nimaga uni halol qilib bergan bo'lgan bo'lyapti? O'zimizni ham, boshqani ham gunohkor qilib, jamiyatni bulg'ab, elni orasiga qo'shib berayotgan ketimizdagi avlodimiz halol pok bo'lsin desang deb bolalarga aytish kerakda. Talab degan narsani tilingda aytishadi tursin, bor kallang miyangga ham keltirib hayolingdan ham o'tkazma. Bu shaytonning eng asosiy shiori mana shu. Aroq ichgandan ham, o'g'irlik qilgandan ham gunohi og'ir narsa er-xotin o'rtasini ajratib olib turib qo'ysa, bu eng katta shayton uchun katta o'lja. Shu shaytonni o'ljasi bo'lib qolmagan deb gapirish kerak bo'lyapti-da. Qilarishni qilib olib, keyin nima qilgandan ko'ra oldini olgan yaxshiroq.